2018 yıl 1 ayının 7 günü Uyghur Kesbi Tiyatrının berpa kılınışıga Quduz G'ojamiyarov nomidagi Cumhuriyetlik Uyghur Tiyatrının şekillenishi bilan taraqqiyotiga bebaho töhfa qo'shgan buyuk san'atkorlar Mahbir Baqiyev va Ro'shangul Elaxonovlarga arnalgan xotira kechasi o'tkazildi. İcadiyet keçiligining rejissyori Muhit Hezimovning boshchiligida teatr xodimlari ajoyib go'zal programmani tomoshabinga sundi. Anarxon, G'arib Sanam, Anamning oq ko'ynagi nomli spektakllarning o'zindirimi taqdim qilindi. Usulchilar to'pi Ruxsara va Navo ansamblimi o'z mahoratlarini ko'rsatdi. Bulbul goya? Agar tutamsamchi? Agar tutamsınız, agar tutamsınız, bunu gülge qarab, bulguvchi sayrab bersiz. Hey ballarım, mana 3 ay bo'ldi. Sizlar mening bilan o'ynaysizlar. Anamiz qeri, hech nimani tushunmaydi, bilmaydi deb o'ylaysizlar. Men hammani bilaman, hammani sezaman. Faqat sizlarning ko'nglingiz buzilmasinlar deb o'yladim. Ananing quloqi anglagani bilan qalbi anglaydi. Mahbir Baqiyev ve Ro'shangul Elaxonovlarning chavrisi Shanaya Shakirmo o'zining usta skripkachi ekanligini sahnada isbotladi. San'atkorlarning avlodlarimi ajdodlarining izlarini besib kelmoqda. Eslatish kerak, ijodkorlarning cho'ng qizi Tamara Baqiyeva muzika sohasida xizmat qilib, hozir hurmatli dam olishda Moskvada istiqomat qiladi. İkinci kızı Gulbadan Baqiyeva Leningrad konservatoriyasini ve Gnesinlar nomidagi Moskva Davlat Pedagogika institutining aspiranturasini tamomlab, bu kunlarda Qurmang'ozi nomidagi Qozoq Davlat konservatoriyasining cho'ng o'qituvchisi dotsent. Navirlari Gulzaram bilan Dilaram danglik skripkachi Marat Besingaliyevning rahbarligidagi kamerlik orkestr tarkibida Angliya, AQSh, Shveysariya, Germaniya, Italiya, Polsha, Fransiya, Hindiston qatorliq mamlakatlarning cho'ng sahnalarida mahorat ko'rsatdi. Her ikkilisi Italiyaning Milan shahrida o'tkazilgan muzika konkursining laureatlari. Mazkur kechga beg'ishlanib, teatrda o'tgan hayot nomli kitob bek ko'rkam dizaynda Mir nashriyotida tayyorlanib ro'yobga chiqdi. Mazkur kitobning alohidaligi portretlar nomli bobda Abdulhay Sadirov, Jalol Asimovdan boshlab ta 80-yillargacha teatrimizda faoliyat yurgizgan san'atkorlarning besim ko'pchiligining tarjimahonlari ijodiyati ayrim ham tafsili yozilgan.